Assalomu alaykum hammaga. Biz yana keyingi ishlarimizni olib keldik. Bu yerda ikkita eshik, ikkita rombeydi. Bu o'zimizning blog'iga qo'rg'onchaga olib keldik. Kechagi bir qanotli, bular ikki qanotli varianti. Bo'yi ham sal balandroq. Derazamiz. Derazasi ham skromniy chiqdi, razmerlari ham chiroyli ekan. Xo'p, razmerimiz 1.30 ga 1.65 derazamiz. Eshigimiz 1.18 ga 2.25 lik. Bu ham chiroyli chiqqan. Bu ham MDF 08 dan bo'ldi. Yopiq fasonda. Skromniy chiroyli chiqdi, o'ziga yarashdi. Xo'p, bunimizni puliga keladigan bo'lsak, puli 6.100.000 so'mga olib kelib tayyor qilib o'rnatib berdik, montajlarga ado qilib. Xo'p, zamogimiz har doimgidek biloniy zamok. Sinalgan pisho zamok, bular o'zgarib boshqa bo'lmaydi, eskidan chiqadigan. Shuning uchun sinaqda zamokni qo'yamiz. Ochilib yopilishi. Ruchkani buramasdan yopib olasiz. Xo'p, shpangiletlari ichida orqadan qatirmadik, orqasi tekis chiroyli turish uchun ichiga yo'yib qo'yganmiz. Xo'p. Oshig'imiz ikki qanotlilarga 3 tadan qo'yiladi. Yopilish. Xo'p, agar ishlar yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerimiz 99 lik 607 6900 damiz. MDF, akfa, yog'och hammasidan bor. Xohlasanglar shu MDFni shu rangida boshqacha fasonlari ham bor, boshqacha ranglari ham bor. Puli bir xil. Hammasi kvadrat bay qilinadi. Tanlagan ranglarga yoqtirgan fasonlarga yasab bera olamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Salomat bo'linglar. Yana videolarimiz bor. Bütün ishlarimiz ketma-ketdan tayyor turibdi. Xudo xolasa bir chekkadan o'rnatib video qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Salomat bo'linglar.